Assalomu alaykum, hurmatli podpischiklarim. Bugun sizlar bilan yana Lazi psixolog sizlarga bugun yana foydali maslahatlarimni berib o'taman. Lazi shu yerdamsan? Keling, dadasi. Bugungi mavzumiz qizlarning nozu joyi bo'lgan sevgi haqida. Voy, yana bitta ikkitasi ajrashib ketar ekanda. Nimadir dedingizmi, dadasi? Hayyo xotin. Bas. Shunchasi ajrashdi. Yana bir ikkitasi ajrasa hech narsa qilmaydi. Qizlarjonlar, bo'ydoq erkaklarni hech qachon sevmanglar. U dovdir sizlargacha uylanmadimi? Sizlarga ham aniq uylanmaydi. Ha, biz ham bir vaqtlar dovdir edik, lekin nimagadir uylandik. Ha? To'g'ri kelmayapti. Dom. Bu erkaklarni ham sevmang. U oldingi xotinini go'rga tiqdimi? Demak, sizlarni ham tiqadi. Men qarang, shu maslahatlaringdan kimdir baxtli bo'lganmi? Qizlar, ajrashgan erkaklarni ham sevmanglar. Oldingi xotini bilan ajrashdimi, sizlar bilan ham aniq ajrashadi. Men qara, senga nimadir g'alati tuyulmayaptimi? Sen motivatsiya berganing sari ajrashishlar soni ko'payib ketyapti. Balkim lag'mon cho'zishga o'tarsan. Dadasi, mani biznesimga aralashmang. Hozir hammasini chayib tashlaysiz. Xotini bor erkaklarni seving. Chunki ular xotinini sevadimi? Demak, sizni ham sevadi. Yo'q, he. Eslicha men ham xotinimni sevaman, ha? Ha, azizlar. Dadasi, mani primoyim rasvo qildingiz. O'zing nechta oylar rasvo qilashading, bitta primoy gapirasan? Men qarada, sen bir uzoqlarga ket, bu cho'l po'lgami? Ha? Hayotni noldan boshlash kerak. Qatu-patu sotib o'zing tiklab olasan. Balki qo'y ham boqarman. Ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha, eri topganida xotini ham haqqi bor ekan. Ota-bobolarimiz aytishi bo'yicha, pul qo'lni kiri ekan. Qachon meni ham qo'lim bir kir, iflos, bir rasvo bo'larkina. Pul odam buzadi. Siz buzilmagansiz-ku? Men odam emasman-ku. Lazi psixolog. Azizam, turchi choyga qara. Qachon kechirmayman. Dazmolimni topib bering. Maxluq, o'zing-ku ko'ylagim kuydirgan. Shuning uchun 8-etajdan dazmol otib olish kerakmidi? O'zingni otib olmaganingga shukr qilgin. U meni sevimli ko'ylagim edi. U meni sevimli dazmolim edi. Kechiringizni pishirib yeng. Men ham sendan kechirim so'rayman deb o'ltirganim yo'q, tushundingmi? Men sendan ikki dunyo kechirim so'ramayman. Kechir xotin. Yangi dazmol olib beraman. Ishtallarimni yuvib ber. Yuvib bermayman, kechiringizni pishirib yeng. Yuvmasan yuvma. Mana sen ichib yuraman deb o'ltirganim yo'q, tushundingmi? Dazmolni tushingda ko'rasan, tushundingmi? Berasiz, tushundingmi? Nima olib berarkanman? Dazmol berasiz. Salaman ko'ylagini kuydirding-ku? Bilasan 500 ming olgandim qo'y. Men asabga tegmagan. Yo'qma qara katta ko'cha uyingga bor, tushundingmi? Shoshma. Bu Qo'lim boryapti.
shu joyda eslab qol. Hozir kelaman. Bo'lmagan joyda. Onasini yemsin. Dorining rostdan foydasi bor ekanda. Kechga yana beraman. Ana, bittasi kelyapti. Doim o'zi shunaqa qo'rqitib chiqishimiz shartmi? Oxiri bittasi yozib boradi, qamalib kirib ketamiz. Hoy tentak, mana shunaqa trendga chiqamiz. Endi trendga chiqamiz deb peshingami, shomgami chiqarmasa bo'ldi. Bo'ldi, kelyapti. O'tir. O'tkir ekan. Assalomu alaykum aka. Buying. Desaymi? Uzr aka, noto'g'richimizda. YouTube'da kanalimiz bor, dishingga savol javob qilmoqchi edik. Shuni baqirmasdan, qo'rqitmasdan aytsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Birinchi savol. Plyus datova o'tkazganda birinchi bo'lib kimga telefon qilasiz? Xotinimga-da. Ikkinchi savol. Aka, ko'chada takoy ishkallada qolib ketganingizda birinchi bo'lib kimga telefon qilasiz? Xotinimga? Ha, mayli, mayli. Xo'p, bu dunyoda hammadan ko'p eng yaxshi ko'rib kimni sevasiz? Xotinimni. Ha, mayli. Aka, tasavvur qiling. Uyingiz yonyapti. Hamma oila a'zolaringiz uyingiz ichida. Birinchi bo'lib kimni qutqarasiz? Xotinchasini-da. Men xotinimni sevaman. Xotinim menga yoqadi. Endi menga baribir odamlar qanday boqadi?